Bizani tug'ma fiziologik faktorlarimiz bilan bizani ijtimoiy faktorlarimiz bir-biriga juda ham zid bo'lmasligi kerak. Ya'ni voy buni ko'rsatsam hozir meni qo'rqoq deb o'ylashadi deb odam ichiga yutib oxiri infarkt bo'lishi shart emas. Odam o'zi sekingina hammaga ko'rsatmasa ham o'sha o'zini me'yorini, chegarasini bilib, bu yig'gan uni yuki deymizmi, stressi deymizmi, charchog'i deymizmi, tanaga ta'sir qilayotganini bilganda o'sha sekin doktorga borib, nevropatologga, kardiolog borib odam damini olib, bu deganiki psixologga kelish kerak emas degani emas. O'sha tibbiyot xodimlariga uchrashib dam olib bo'lgandan keyin uni fiziologik organlari psixologga keyin murojaat qilib, xarakterim bunaqa edi, vaziyatida shunaqa qilaman, lekin tez charchab qolyapman, nimada muammo desa, o'sha o'zini fanini biladigan, bilimi bor psixolog to'g'ri tushuntirib beradi. Ya'ni sizni tug'ma faktoringiz bunaqa, jins psixologiyangiz bunaqa deydi, ijtimoiy rolingiz bunaqa deydi, yosh davringiz bunaqa deydi. Bu juda muhim. Sizni resurslaringiz hozirgi bo'layotgan, sizga kelayotgan nagruzka deymiz, ya'ni kelayotgan qanaqadir ma'lumot, his-tuyg'u, o'shalarni nimanidir ozgina charchab qolyapti deb keyin shunga qarab odam o'zini ustida ishlab, psixologiya sohasida keyin qattiq aytishadi, xarakterimni o'zgartirdim deyishadi. Yo'q, xarakter ikkilamchi. Birinchi o'sha aytganimizdek shaxs strukturamizni, me'yor, qonun qoidalarimizni, motivlarimizni, ishlatadigan uslublarimizni, vositalarimizni, kam gapirib charchab qoladigan bo'lsak, ozgina gapirishni o'rgatamiz. Aksincha ko'p gapirib, nizolar ko'payib ketgan bo'lsa, ozgina kam gapirishni o'rganamiz. Hey deb chegara qo'yishni bilmasak, chegara qo'yishni o'rganamiz.